Asalarining sutini yig'ib olinyapti. Asalarining sutini yig'ib olish jarayoni. Asalarlarda yetim qilganda yo ena yo'qolib qolganda ashna g'umbay tortishib tashlaydi. Bu 3 kunlik asalarini lichinkasini joyini kengaytirib ko'taroq qilib qo'yishadi-da, ko'proq makkadek sut quyishib qo'yadi. Shundan enari chiqadi. 3 kun asalarning sutidan oziqlanib, keyin gulchang bilan asalda aralashtirilgan bo'tqasidan yesa, jinsiy a'zosi rivojlanmagan ishchi ari bo'lib chiqadi. Ko'proq sut quyib qo'yilsa, 7 yil yashaydigan jinsiy a'zosi rivojlangan enari chiqadi. Bu lichinkada farqi yo'q, faqat sutda farq bor xolos. Bu Allohning mo'jizasi.